Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda yo'lning yuzidan Oltiso'tki yer maydoniga mesti bo'ladi, joy o'g'ri. Ko'rib turganingiz ana shu yerimiz. Sizlarga tushunarli deb aytadigan bo'lsam, yo'lning yuzina qarab birinchi ko'cha bo'ladi. Shu birinchi ko'chaning molxonasi bilan bularning molxonasi tegib turadi bir-birine. Buning uyning old tarafi BQK edi, ikkinchi ko'cha bo'ladi bu tarafi. O'rinlari ko'tarilgan. Joy o'rnimizdan ko'chaga qaragan fasad tarafi 20 metr bo'ladi, orqaga qarab, molxona tarafga qarab 30 metr bo'ladi. Birinchi emas, ikkinchi ko'chaga joylashgan. Narxi bundan qimmat emas. 30 million so'mga aytilib turibdi. Ustida kelishlar, qaytlar poyg'asi bor. Qotib qolgan narx emas. Dokumentlarida hech qanday muammo yo'q. Hamma narsasi joy-joyida. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni tilib etsanglar, o'zlaringiz olib ko'rsatamiz. Eng muhimi yo'lga yaqin, yo'lning yuzida joylashgan. Pastda nomerlar aloqa chiqsanglar, o'zlaringiz olib ko'rsatamiz. Hozir aniqroq yo'lga chiqib tushuntiraman. Molxona o'rinlari ham ko'tarilgan. Ustiga ozroq to'proq tashlab, bemalol fundament qo'yib ketsanglar bo'ladi. Tramvobka bo'lgan. Eng muhimi, asfaltga yaqin. Bu tarafimiz Qirg'izovoddan kelish. Ana shunday Qushxonaning ko'piridan o'tganingizda chap qo'lingizga joylashgan bo'ladi. Shu yerda shlaka blokdan mana ozroq fundament quyilgan. Undan keyin bu tarafimiz Bo'stondan kirib kelish bo'ladi. Shunda kelganingizda o'ng qo'lingizga joylashgan. Bu ko'rib turgan yeringiz ko'tarilib tayyor turibdi. Birinchi ko'cha bo'ladi. Shuning orqasi, molxonasida molxonasi tegib turgan bo'ladi. Orientir bo'lishini aytib turibman. Ana shunday tosh bilan va betonning fundament siniqlar ham turibdi. Shuning orqasi tarafi bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q.